bunaqa chinorlar kesilib ketib bo'lgan. Hozir sifatli xizmat ko'rsatilyapti. Bunaqa og'riqlar yo'q. Hattoki sezmaysiz og'riqni. Ko'pchilik aytadi, tish og'riganda nos qo'yish qanchalik foyda beradimi o'zi nos qo'yish? Yo'q, albatta bu fikr noto'g'ri fikr. Nos qo'yish u yordam bermaydi. Faqat u insonlarning psixologiyasi xolos. Ikkinchi savolim, tishni misol uchun qanaqa parvarish qilish kerak? Qisqacha lo'nda qilayotganda birinchi nimaga e'tibor berish kerak? Avvalambor tish chiqishni boshlagandan 2 yashardan yuvishni o'rgatish kerak ota-onalarning vazifasi bu. 2 yashardan yuvishni o'rgatish kerak. Ya'ni kattalar ham yuvishlarini iltimos qilaman, постоянно yuvib yuringlar, bo'lmasam bittasining oldiga kelib gapirganlaringda o'tib qo'ygandek bo'ladi. Yuvakanlar bor, hurmatli obunachilar, yuvmaydiganlarga tashlab qo'yasizlar. Keyin 3-savolim, tishsiz yurish qanaqa oqibatlarga keltirishi mumkin? Yetganingizda ovqat to'kilib ketadi. Bu joyning manzilini tushuntiraman. Bu joyimizning manzili Kallaxo'r, Marg'ilondagi Kallaxo'rdan svetofordan chapga burilganingizda 2 pitay bor. 2 pitayda oldidagi stomatologiya bo'ladi. Tez yurar obunachilari bizga qo'llab-quvvatlash uchun like bosing, podpiska qiling, yaqinlarga jo'natib qo'ying. Sog' bo'ling.